Nega obuna bo'lishmayapti janob Semichga? Bilmam, ahmoqgarchilik bo'lyapti. Instagram bor hammada. Agar bizni janob Semichga Instagramimizga obuna bo'lsalaring, ne Semichga olib ketasizlar tekinga. Yangi chiqqan brend. Hozir obuna bo'lsa? Hozir obuna bo'ylar, hozir tekinga Semichga borda mana. Yozing janob Semichga deng. Mana shu. Aha. Semichga. Siz obuna bo'ldingiz. Siz ham obuna bo'ldingiz. Mana qadrli Farg'onaliklar ko'ryapsizlar, agar yo'limizdan chiqib qolsalaring janob Semichga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi chiqqan O'zbekiston Farg'ona bozoriga yangi brend janob Semichkani qo'lga kiritasizlar. Eng asosiysi, labingiz yormaydi, tuzli tuzsiz ta'mlari bor, toza, changi yo'q. Padarkalar olib keling. Olaveringlar. Chaqib ko'rib ta'miga baho berasizlar. Charchamanglar. Instagram bormi? Instagram. Hozir obuna bo'linglar, hozir beramiz. Ko'rsatib qo'yasiz. Mana chaqib ko'rib ta'miga baho beringlar. Hamma charchamanglar. To'g'risi Semichga allergiyamda. Allergiyangiz bor. Charchamang. Oyga obuna bo'lib qo'yavering Instagramda. Allergiyangiz bo'lsa ham. Hop, charchamang. Opalar, assalomu alaykum. Qalaysizlar, yaxshimisiz, charchamaysizlarmi? Yuring, biz sizlardan intervyu olamiz. Sizlar uchun qaranglar. Semichka foydalimi yoki zararlimi? Zararli. Ham foydali, ham zararli. Yo, uyda chaqsa foyda, ko'chada bizga zarar. Albatta zarar chiqmaydi, bu plitkalar orasiga kirib qolib qiynalamiz mana. Demak, mana o'zimizni Farg'ona shahrimizda chaqishmas, mana asosiy bizni Farg'onamiz. Kechqurun uyga borgandan keyin ovqatdan keyin dasturxonga to'kib olib, oila davrasida chaqsin 1 kilo 1 kilo. Albatta. Asosiysi mana sizlar shahrimiz go'zalligiga, obodonchiligiga hissa qo'shadigan eng katta zabardast xolalarimiz sizlar. To'g'risi, haqiqatda shaharda chaqsa sizlar asablaring buziladi. Semichga chaqmay. Yo'q, chaqsa ham o'rnaga tashlasin. Ha, musor idishga. Yonlarida urna ekani yonida urna bor yoki paketga. Biz ko'chada chaqishmasin demaymiz, chaqsin, tozalikka rioya qilsin. Qarshiligimiz yo'q. Mana sizlar o'zi demak Semichkani yoqtirmaysizlar, lekin o'zimiz yoqtiramiz, lekin uyda chaqamiz. yoqtirasizlar, faqat tashqarida mana shunaqa territoriyada chaqsa ziyonut, lekin mana hozir sizlar bizning eng asosiy shahrimiz go'zalligiga hissa qo'shgan opalarimiz uchun yangi yilga janob Semichkadan bering. Qani, o'zlaring ham uyda chaqasizlar mana o'z. Yo'q, yaxshi ko'raman. Ha, opamizga ham bering. O'z Farg'ona bozoriga yangi brend janob Semichka chaqib ko'rdinglarmi hech? Yo'q. Chaqib ko'rib ta'miga baho berasizlar.